Hammaga salom, sizlar bilan Kamron Gamer. Agar siz sifatli, ishonchli, mustahkam darvoza izlayotgan bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Manzil Andijon viloyati Marhamat tumani Yufka binosi orqa tarafida joylashgan bo'lib, bu yerdagi darvozalar sifatli, ishonchli, mustahkam do'stlar. Agar sizga darvoza kerak bo'lsa, bizga qo'ng'iroq. Bugungi videoda biz politsiyadan qochish o'ynaymiz. Qani ketdik. Cho'zib o'tishni boshlaymiz. Bugungi video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Keyingi safar qaysi o'yinni o'ynashni albatta yozib qoldiring. Tezroq qochaman degan umiddaman. Yo'q. Omadim kelmadi do'stlar. Yana omadim kelmayapti. Bu videoda omad bizdan yuz o'girganmi deyman. Endi omadimiz kelar. Ana bo'ldi, omad bizdan yuz o'girmadi. Omad bizning yaqinimizga kelyapti. Endi parkur. Bu yerda sinadigan joy bor. Shu yerdan o'tish kerak. O'tdik do'stlar. Siz obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Menda 100 ta obunachi bo'lgach efir qilishni boshlayman do'stlar. Tepaga chiqamiz bu yerdan. Mana joyni buraymiz. Tezda bu yerdan chiqib to'g'riga yuramiz. Bu yerda parkur do'stlar.
va bu yerda lift. Bu yerni burab ko'taramiz. Endi bu yerdan o'tishimiz kerak. Biz tez yuguramiz bu yerda. Shunday qilib sariq chiziqlarga yetganda sakrashimiz kerak. Agar sariq chiziqqa yetmasdan sakrasangiz, menday bo'lib o'lasiz, pastga tushib ketib. Mana shunday. Bu joylarda oxirroqga kelib sakrash kerak. Sakraymiz, yuguramiz, sakraymiz. Ajoyib. Bir dona sakrash qoldi do'stlar. Siz obuna bo'ling, like bosing. Men bu yerda sakrayman. Obuna bo'ldingizmi, like bosdingizmi? Men sakrashni boshladim. Do'stlar, sakrab o'ta oldim. Bu yerni ochib, bu yerdagini oramizda va bu tepaga qo'yamiz. Agar sizga Andijonning Marhamat tumanidan bo'lsangiz, sizga sifatli va ishonchli darvozalar kerak bo'lsa, loftli darvozalarga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamini yozib qoldiraman. Описаниyaga yoki kommentdan topishingiz mumkin. Loftli darvozalari ishonchli va mustahkam. Tushib ketyapman do'stlar. Siz like bosing, obuna bo'ling, ungacha men o'tib bo'laman. Bu yerdan pastga tushamiz va bu yerni buraymiz. Bu yerdan sakrab uni ana u joyga boramiz. U yerni borib buraymizda tezroq bo'lish uchun bu yerda pastga tushib olamiz. Endi bu yerda paydo bo'lib tepaga va hamma narsalar to'xtaydi. Biz esa bu yerdan bemalol o'tamiz. Tezroq bo'lishimiz kerak do'stlar. Bu yerdan sariq joydan men boya aytganimdek sakrash kerak. Sariq joydan sakramasangiz pastga tushib ketib o'lasiz. Menga bu yer omadsizdek tuyulyapti.
Sakraymiz. Bu yerda sakramay qo'yaveramiz. Sakraymiz. Yo'q do'stlar, omadsizlik hali ham menda turibdi. Sakraymiz. Ajoyib sakraymiz. Ajoyib sakraymadik do'stlar. Omadsizlik. Bu yerdan sakradik. Yana shu joy do'stlar. Omadimiz kelsa bo'ldi do'stlar. Ajoyib. Oxiringisiga qolganda omadimiz kelmadi do'stlar. Siz like va obuna bosib turing. Men shunisida o'tib ketaman. Shunisida men albatta o'taman do'stlar. Omad bizdan yuz o'rgan. Shuning uchun sakrab o'ta olmayapmiz. Shunisida o'tishga harakat qilib ko'raman. Ikki dona sakrash qolgandi do'stlar. Juda ham qiyin. O'ta olamiz. Voy do'stlar. Sizlar uchun shunisida o'taman. Albatta, men javob beraman. Shu ikkita imkoniyatim qoldi. 3ta imkoniyat edi. Endi ikkinchi imkoniyatni ishlatyapman do'stlar. Atiga bir dona imkoniyatim qoldi do'stlar. Qani olg'a. Hoppa. Ajoyib. Hoppa. Do'stlar, obuna bo'ling, like bosing. Men yana boshladim. Yo'q. Do'stlar, endi biz juda ham qiyin joydan o'tolmayapmiz. Bu joy juda ham qiyin. Qani olg'a. Katta do'stlar, oxirgi imkoniyatlarni foydalanishimiz kerak. Bu juda ham qiyin ish. Do'stlar, ajoyib o'tdik do'stlar bu yerdan. Endi tezroq borsak bo'lgani. Bu yerdan sakraymiz va bu yerga tushishimiz kerak. Tushdik do'stlar. Endi pastga tushamiz va buni o'ldirishimiz kerak. Stik. Mana bu narsani olamiz. Yo'q, sekinlashtirib qo'ydi do'stlar. Tezroq. Oldik do'stlar. Bo'ldi.
bitirdik. Endi keyingi bosqichga o'tsak ham bo'ladi. Bu yerdan tushamizda yo'lda tegmaymiz. O'zi keyingi betga o'tadi. O'tdilar. Endi biz ishimizni davom ettiraveramiz. Sizga ishonchli darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, Andijonning Marhamat tumanida yashasangiz, loftli darvozalarini xarid qiling. Agar sizga telefon nomer kerak bo'lsa, komment yoki opisiyadan topsangiz bo'ladi do'stlar. Endi bu yerdan tepaga chiqamiz. Bu yerdan taxta olamiz do'stlar. Yo'q, pastga tushib ketdi. Tepaga chiqib boshqasini olamiz do'stlar. Oldik. Bunisi qo'yildi do'stlar. Ajoyib. Yo'q do'stlar, omadimiz kelmayapti. Yana boshqatdan qo'yamiz. Endi o'taman do'stlar. Yana omad kelmayapti do'stlar. Omad bu safar bizdan yuz o'girgan. Xafa bo'lgan omad do'stlar. Yana do'stlar bu bunisi qo'yildi. Qo'yildi do'stlar. Biz endi ko'chaga chiqib ketsak bo'ladi. Bu yerda endi biz boss bilan jang qilamiz. Bitta qo'lini yo'q qildik. Endi ikkinchi qo'liga o'tamiz. Ajoyib bo'lyapti. Va do'stlar, g'alaba qozondik. Endi mashinani minib, keyin o'yinning oxiriga borsak ham bo'ladi. Chiqamiz bu yerni buzab, yuraveramiz. Bu yerga mashinani qo'yamizda o'zimiz mashinadan tushamiz. Va bu yerdan mashina bilan bu yerning tepasiga chiqamiz. Biz vertolyotning oldiga borib, vertolyotga chiqib, bu yerdan qochib ketamiz. Tepaga chiqamiz do'stlar. Like bosing, obuna bo'ling. Men videoni yataman. Do'stlar, biz sizlar bilan politsiyadan qochdik. Like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarda nima o'ynashimni yozib qoldiring. Hammaga xayr.